Assalomu alaykum. Moskvadagi yurtdoshlar, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlarga shashlichni sezon boshlandi. Dam oladigan zo'r joylar ko'rsatib beraman. Так что kommentga yozsanglar, men sizlarga точно местоположениесini tashlayman. Kelib, maza qilib dam olib, oilalar bilan cho'milib, yeb ichib, shashlichni degan narsalar bemalol olib kelsanglar bo'laveradi. Moskvada unaqa uzoqdan emas Moskvada. Короче, sabada bo'lib turibdi ozgina hozirgi paytda. Havo jicha chataroq. Lekin baribir kelib sovqotadigan darajada emas. Maytlarda mana banketli zallar bor ekan. Organizovat qilsa bo'laveradi ekan, hamma yo'q bor ekan. Bu yerda bemalol cho'milsanglar bo'laveradi. Lekin suv yomon. Odamlar baribir cho'milishaveradi bemalol. Короче, bu yerda pulinglar bo'lsa, haliga hamma yo'q bor. Dam oladigan joylar, atak prosta tak kelib, manaqa joylarga kirmasanglar ham, shu tepalarda mangallar bor. Bemalol ishlatsa bo'laveradi. Hatta o'zingiz mangalingiz bilan kelsangiz ham bo'laveradi. Prosta zona o'tdiqda bu yerlar. Hozir kunlar isib bo'lsa yana ham xohlasa bu yerda odam to'g'risi выходной kunlari bu yerda joy qolmaydi. Iloji boricha ertaroq kelish kerak. Mayda mana o'tiradigan, mana короче manaqa narsalar bor ekan. Mana yerda mana gostinitsalar ham bor ekan. Hotel deb qo'ydi продаж. Dam olib 3-4 kun yashab ketsanglar ham bo'laveradi ekan. Katamaralar. Mana mayda zagaratsiya qiladigan joylar. Mana o'zi brat qanaqadir brat maza qilib o'zi suvdan sovuq bo'lishiga qaramasdan mana samolyotlar uchib turibdi. O'rdalar mana chekada turishni tomosha qilib odamlar bugun yo'q deb. Hop. Endi manetlarni ko'rsataman sizlarga. Mana brat. Mana odam kimga o'xshaydi deb o'ylaysizlar, men hayronman. Nima qilyapti bu odam? Tomosha qilib bu yerda ahraniyat qilarmikin bu yerda? Men hayronman. Bunaqalar ko'p ekan lekin bu yerda. Mayda mana bitta qiz bor ekan. Kelganlardan nima ugasit qilarmi, alkogol bilan bilmayman. Hop. Dalisha. Mana qizlar o'zi kelib aylanishyapti o'zi. Bular nasha banketli zallarga kelganlar bo'lsa kerak. Mana bratlar aytganimdek mangallar. Lekin o'zingizlarning mangalinglar bilan kelganinglar bemalol lutshi deb o'ylayman. Nimaga desanglar, bular mana ularning kishi kerak. Parkovочный joylari ham bor, normalniy. Только bu yerga kirish platniy ekan, mashina bilan kelish. Mashina bilan kelmasanglar, peshkom yurib kiraveraman desanglar, besplatniy ekan. Lekin ko'cha tomonga mashina qo'yganning joyi yo'q to'g'risi. Odamlar уже kelishdi boshlabdi. Bola chaqalari bilan qanaqadir shkolnilar shekilli. Avtobusda kelishibdi, dam olgan. Короче, leslarning ichi bilan bemalol. Bu yerlarni ham ko'rsataman. Короче, mana shu polniy paslar ham
dam oladigan joylar ekan shu yo'llargacha bo'lnishdi. Bemalol kelib dam olib ketsanglar bo'laveradi akalar, ukalar. Ishlarga omad. Adresini eshitsa men yozib beraman sizlarga. Adresni. Tinch bo'linglar, yaxshi o'tkazinglar kuninglarni.